Assalomu alaykum qadrli YouTube obunachilari. 1 tonnalik kabina mashina rulli motorlarimiz Optimga ham, Donaga ham butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz mavjud. Ulgurji olaman deganlarga ham kelishtirib beramiz narxlarini. Bularning to'liq ma'lumotini aytib o'tamiz. Bort razmerlari 1.30 ga 1.80 chapali bo'lib ochiladigan tegalari bor. Materiallari qalin gamma materialdan ishlatilgan. Taylarda profillari ham qolgan motorlarga nisbatan ko'proq bunda qalinroq. Miya motorlariga keladigan bo'lsak, kontroller 1800, motori ham 1800, turbochi gorni motor qo'yilgan. Amortizatori 4 ta, prujinasi 4 ta, resori 4 ta. Akkumulyatorlari 6 ta 58 amperli akkumulyator. Raman qalinligini qaranglar. Balonlari ham 500 ga 12, oldi ham, arqa ham. Stupitsasi 5 ta bolta qotadigandan. Oldi ko'rinishlari. Endi motorimizni tashqi ko'rinishi haqida aytamiz. 4 ta tumanka, 2 ta LED chiroqlari bor. Qo'shimchasiga tomida bagachi ham bor. Buni projektor diodini o'zi sizga boshqa tumankalarni ishlatishingizga yo'l qo'ymaydi, juda yorug'. Ichki ko'rinishlari. Magnitofon kolonka, planshet tablo, skorlari shaybalik, panejnisi bor, pechkalari bor. Endi sklatimizni ko'rsatamiz. Bu tayyor, hozirga sotuvga tayyor bo'lganlari. Mana bu yerda yig'ilish jarayonlari. Qanaqa kalitsa kerak bo'lsa beramiz. Optimga ham, Donaga ham butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Akkumulyatorlari ulanmagan, yangi holatda bo'ladi.